Xullas bugun Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidan sizlarga bitta zo'r savremenniy kompaktniy hovli ko'rsatamiz. Xullas biz Tsalkovskiyda. Hurmatli obunachilar, mehmonlar, do'stlar, 1,5 sotuvga qurilgan uyni sizlarga ko'rsatib beramiz bugun. Как ko'rib turganlaringizdek, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu elitniy mahalla. Balkim sizda hozir возможность bo'lmasligi mumkin uy olishga. No, baribir niyat qiling. Ertami indin baribir shu niyatingizga yetasiz. Men ham hali uy olganim yo'q. Siz agar olmagan bo'lsangiz, men ham ishlayapman, siz ham ishlayapsiz. Xudo xohlasa erishasiz niyatingizga. Men ham erishaman, siz ham erishasiz. Подписка tashlab qo'ying, bizga obuna bo'ling. Biza bilan orzuyingizga yetishing. Это у нас гостевой холл, тут у нас кухня, можно будет разделить. Теплые полы имеются. Тут у нас санузел гостевой, временный толчок для строителей был. В общем, дальше у нас первая спальная комната на первом этаже. Xullas, mana bu yerda уже зал, bizada теплый pollar bor, radiator turibdi. Orqada mana bu yerda nебольшой dvorik bor. Bu endi oyna chiqish uchun, havo o'tish uchun tashlab ketilgan. Endi ikkinchi qavatga sizlar bilan chiqamiz. Ikkinchi qavatga hozir chiqib olamiz sizlar bilan. Qaranglar, podsvetkalarga. Asha uyni zo'r qurishgan, kompaktniy. Narxini oxirida aytib o'raman, siz ungacha taxmin qilib turing. Xullas, bu zalda bitta xona, spalnya qo'rsa bo'ladi. Mana bu ikkinchi spalnya bizda. Mana bu yerda общий санузел, ikkita xonaga mo'ljallangan. Так. Mana bu yerda родительская спальная комната bizda. И mana bu yerda o'zini родительский spalnyani sanuzeliga bitta ahamiyat bering. Kengligini ko'rib olsin. Xohlasangiz vanna qilib olasiz, xohlasangiz dush qilib olasiz. Bemalol joy ko'p. Vashe zo'r lekin. Zo'r. Menga yoqdi. Mana bu yerga katta plazma qo'yib olasiz. Va mazza. Mana bu yerda ikkita to'ychoq shayz turadi. Kinayimniki, sizniki. Va mana bu yerga mehmon kelsa, mandachin mana bu qo'ysa bo'ladi. Xullas 3 tagacha mashina ketyapti. И mana bu joy kenay, make-up, tуда-сюда красота qilib И теперь вид с террасы. Endi marhamat deb bu vidga qarab o'ring. Mazza qilasiz. Toshkentning Tsalkovskiy mahallasidan ves shaharni ko'rsangiz bo'ladi. Aka, mazza qilib yashaydigan joy. Opam, singlim, mazza qilasiz mana shu yerga kelsangiz boru. Mana bu yerda o'zingiz uchun taxla olasiz. Chiqmaysiz boru. Kechki payt. Mana shu yerdan tushmaysiz tashlang. Yana podval ham bor bizda aytgancha. Просто bu теплый pol o'tgan tepada ham. Ana endi biz podvalga tushdik sizlar bilan. Podvalda basseyn bor. No, hozircha bitta mana bu xonani ko'rsatdik. При желании kinozal ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda kotelnya bizda standartniy. Xullas, filtrlar basseyndan, ikkita двухконтурный котел. Так, и mana bu yerda теплый pol o'tgan. Xullas, uyning eng qiziq joyiga keldik. Bu, конечно, basseyn zona spa. Ko'rib turganlaringizdek vытяжкаlar bor. 1, 2 ta, mana bu yerda fortочка. В принципе, sauna ham bor, и mana bu yerda sanuzel. Nima deyapti? Zo'r, menga masalan yoqyapti. Ikkita mashina bemalol parkovka qilsangiz bo'ladi. Tepangizda terrasa bor, 450 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa, startoviy 290 ming. Yana egalari bilan joyda gaplashamiz. Begona odam emas, zo'r bitta bratanamiz. Ravshan akaning hovlilari. Xullas, brat, pulus bo'lmasa, baribir orzu qiling. Xudo xohlasa, mana shu hovliga erishasiz. Men ham erishaman, chunki men ham hali erishganim yo'q. Shuning uchun yaxshi niyat, yarim davlat. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.